Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekiston Respublikasi hukumati va Shveysariya hukumati o'rtasida demak tuzilgan shartnomaga asosan Shveysariyada orttirilgan noqonuniy aktivlarni qaytayotgan mablag'lar hisobidan ishonch 2030 jamg'armasi tashkil etilgan. Ushbu jamg'armaga demak birinchi transh hisobidan 131 million mablag'lar qaytarilishi rejalashtirilgan. Ushbu mablag'lar doirasida 87 million AQSh dollarilik ikkita loyiha amalga oshirilishi ta'minlanmoqda. Birinchi loyihamiz demak ikkita soha ustuvor sifatida olingan, sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi. Ikkalasiga 43,5 million AQSh dollaridan mablag'lar ajratilishi belgilangan. Aytib o'tganimdek, birinchi loyiha bo'yicha demak sog'liqni saqlashga 43,5 million AQSh dollar yo'naltirish belgilangan. Ushbu loyiha doirasida O'zbekistondagi mavjud 230 dan ortiq tug'ruqqa ko'maklashuvchi tibbiyot muassasalarini zarur tibbiy asbob-uskunalar jihozlanishi ta'minlandi. Shuningdek, O'zbekistonda ona va bola salomatligini muhofaza qilish maqsadida 60 mingdan ortiq tibbiyot xodimlarining malakasi oshirilishi ta'minlandi. Demak, ikkinchi loyihamiz bo'lsa, bu ta'lim sohasi bo'lib, bunga ham sog'liqni saqlash sohasi kabi 43,5 million AQSh dollari yo'naltirishi belgilangan. Ushbu loyiha doirasida 50 dan ortiq respublikadagi maktablarimizni demak inklyuziv ta'limga moslashtirish va u yerda o'qituvchilarning malakasini oshirish, axborot texnika kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanishni joriy qilish maqsad qilingan. Bugungi mana tashrifimiz, ya'ni boshqaruv ishonch jamg'armasining boshqaruv qo'mitasini Buxoro viloyatiga tashrifi aynan shu ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan loyihalarning natijadorligi, ularni amalga oshirayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida tashrif buyurdi.